Odamni ajratasizlarda bu kambag'al, bu boyvachcha, bu mansabda ishlaydi, bu ish qayerda ishlamaydi, yo bu nogiron, yo bu faloncha deb odamni sizlar ajratasizlarda. Shunga qarab turib bir xillarga e'tiborsizroq bo'lasizlar. Deysizlar, gapiraveradi-da, deysizlar, tamom. Agar bir yuqoridan kimdir farzandi yo jiyani bo'lsa, telefon qilsa, unga alohida e'tiborni qaratasizlar. Eng katta xatolaringiz mana shu yerda. Hech kimdan farqi yo'q. Hamma shu o'tirganlar ham mana shu hamma bir xil odam, hamma inson, tamom bo'ldi. Bilmaysizlar-ku, o'sha kelgan, murojaat qilgan odam kimligini sizlar bilmaysizlar hali. Aytadi-ku, ana balkim Xizrdir o'sha. Sizlar yo'q deb o'tiribsizlar byurokratlar. 50 marta aytganman sizlarga. Eshiklaringizni bitta odam taqillatib, agar kelsa, ish so'raydimi, muammo qiladimi, e'tiroz qiladimi, nima farqi bor uni? Keldimi? Xursand bo'linglar, eshiklaringizni taqillatib kimdir sizdan so'rabdi, faqat kerak ekansizlar. Kerak degani bu tirik deganda, qo'boq qilib aytganda. Xudo asrasin kerak bo'lmay qolishdan. Hech kim so'ramay qo'yishdan. Bittasini ham qoldirmasdan har bittasini birma-bir ko'raman men. Har bitta sayyor qabul bo'ladimi, boshqa keladimi murojaatchi, hammasi birortasi chetda qolmasligi kerak.